5 milliard pul 20 kunning ichida meni qo'limda edi. Assalomu alaykum Gulnoza xonim. Avval sizga rahmat aytaman. Vazifalarimizni bajarmasdan turib, bu darajada hali kurs boshlanmasdan turib, natija, juda katta natija olishimiz bu qanaqasi? Sababi nimaga biz hali kursimizni boshlamasdan turib 20 kun bo'lib bo'lmasdan o'sha maqsadim amalga oshdi. 5 milliard pul 20 kunning ichida meni qo'limda edi. Milliarder bo'laman degan milliarder bo'ladi, baxtli bo'laman degan baxtli bo'ladi. Har kuniga katta pullarni kelishi. Sababi nimada ustoz? 20 kun bo'lib bo'lmasdan o'sha maqsadim amalga oshdi. 5 milliard pul 20 kunning ichida meni qo'limda edi. 5 milliard va 3 xonali uy. Orzularingiz bor. Uy olish, mashina minish, bolalarga chiroyli hayot berish. Lekin har safar pul masalasida to'xtab qolasizmi? Qancha harakat qilsangiz ham sizga pul kelmaydi. Ishlaysiz-u, lekin baribir o'zgarish yo'q. Bu dangasaligingiz emas, bu pul bloklari. Men 6 yil davomida o'rganib kelganimni, odamlarni katta pulga yopib turgan bloklarni bitta darsda siz uchun ochib bermoqchiman. Kimdir 5 milliardgacha daromad qildi. Ba'zi o'quvchilar mashina oldi, orzusidagi uyga ega bo'ldi va eng muhimi, ular puldan muammosi tugadi. 23 yanvar Telegram kanalimizda bepul darslik o'tkazib yubormang. Agar siz ham pulni ushlab qola olmayotgan bo'lsangiz, katta pullarda muammo bo'layotgan bo'lsa, hoziroq Telegram kanalimizga ulaning. Bu dars sizni 0 nuqtadan chiqaradi inshaalloh.